Misol uchun hamyonimiz bor. Hamyonda misol uchun pulimiz yuradi. Hamyonni hech kimga bermaymiz-yu. Yoki misol uchun stol ustiga qo'yib qo'ymaymiz. Ko'rib ketib yubormaymiz-yu. To'g'rimi? Bu ham xuddi shu narsa-da. Hamyoningni berib tur desa, "Yo'q, bermayman" degan odam SMS kodda aytib yubor desa, SMS kodda aytib yuboryapti. Elektron pul ham bu shu hamyondagi bo'lgan pulda. Qog'oz emasda, lekin elektron jihatdan. Bu qulaylik uchun yaratilgan narsa-da. Lekin odamlarda shu ongida hali shakllanmagan. Bu ham pul. Bunga bu puldan foydalanishga imkonni shu SMS kod beradi yoki karta ma'lumotlari o'sha PAN 16 raqamli keyin nima deydi, amal qilish muddatlari, karta ma'lumotlari yoki ID o'zimizning personal daniylarimiz, shaxsga doir ma'lumotlarimiz. Bular hammasi bizani himoya qilishimizga kerak bo'lgan narsalarligini odamlar bilmaydi. Shu narsani yetkazishimiz kerak.